Bugun borsiz, ertaga bormisiz, bu noma'lum. Shuning uchun hayotingizdagi har bir go'zal narsani yashang. Sevgingizni yashirmang, tabassumingizni kechiktirmang. Yaxshiyam seni tanidim degan so'zni ertaga qoldirmang. Chunki hayot siz tanigan qadriyat qadar ma'noga egadir. Va siz nimani kechiktirsangiz, balki bir kun o'sha narsasiz qolishingiz mumkindir. Har bir onni qaytib kelmaydigandek yashang. Masalan, sevgan insonlaringizning ko'zlariga tik boqib, xuddi uni oxirgi marta ko'rayotgandek qattiq quchoqlang. Kimnidir kechiring, ammo to'g'ri deb bilganingizdan voz kechmang. Chunki umr degan narsa biroz pushaymon, biroz kech qolish, biroz ham jur'at yetolmaslikdan iboratdir. Kapalakdek quvlashib kunlar o'taverarkan, goh sokin goh